Assalomu alaykum. Xudo shukr TV kanalini doimiy kuzatuvchilari, tasodifiy kuzatuvchilari, barcha-barchalaringizga kun xayrli bo'lsin do'stlar. Bugun 2025-yil 29-may sanasi haftani payshanba kuni do'stlar, yangilik ustuna elimizda yangiliklar bo'layotir. Aynidan 1-iyun sanasi Balla günü bayram munosabati bilan qassoblarimiz o'rtasida raqobat, shu bilan birgalikda rivojlanish, xalq uchun go'sht iste'mol qiladigan elimiz yurtimiz insonlari uchun yaxshidan yaxshi qulayliklar, imkoniyatlar bo'layotir desam yanglishmagan bo'lamiz. Skidkada go'sht narxlari arzonlayotir. Bugungi videorolik qiladigan do'konimiz, reklama qiladigan do'konimiz Xudo xohlasa, Alloh nasib qilsa şu her doimgidek Akbar Qassobni doğrusunda qassobxonasini Rustam og'am hamma biladilar. Mini market ish faoliyatini boshlagan. Shu bilan birgalikda ko'p tarmoqli ham go'sht va go'sht mahsulotlari ham bor. Shu bilan birgalikda kundalik ehtiyojlarimiz uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarni ham mana shu do'kondan, magazindan topishlaringiz mumkin do'stlar. Rustam og'am bir ajoyib yangilik aytdi xalqimiz, elimiz insonlari uchun. Do'stlar, go'shtni narxi har kuni 105 ming so'm bo'ladigan bo'ldi. 5 ming so'm skidka qildi Rustam og'am go'shtning narxida. Endi har juma kunlari 100 ming so'mdan 1 kilo go'shtni sotaman deb turibdilar. Alohida uni ham aytib o'tishimni iltimos qildilar. Ustalari Sarvar Qassob ekan. Sarvar ham hammangiz bilasizlar, tuman markazida ish faoliyat olib boradilar. İmkan kadar katta öküz bo'lsam olamiz dedi. Keyin bak so'ngra ham so'ya beramiz dedi. O'zlari ham öküz bakadilar ham so'yadilar ham, go'sht va go'sht mahsulotlari bilan el insonlarni ta'minlab ham kelyaptilar. Ana shu haqida ham sizlarga bir ma'lumot berib o'tacakman. Shu bilan birgalikda ko'p tarmoqli deb men bejiz ta'kidlamadim. Mana shu ekranda ko'rib turgan magazin tamam magazini bo'ladi do'stlar. İçeriye giramiz ve içerideki mahsulotlar bilan ham sizlarga imkon qadar tanishtirib o'taman do'stlar. İçeriye girdik do'stlar. Birinchi ko'zimiz tushgani yangilik taruzam aynan qovunam. Rustam og'am o'zini dehqonchilik ekanlar, shuni ham alohida to'xtalamiz. Gelip bemalol dedi, iste'mol qilib, ko'rib keyin pulini beraveradilar deb turibdilar. Zo'r, yaxshi deb turibdilar. Piyoz deysizlarmi, gashir, kartoshka, piyoz, hamma narsalar kundalik ehtiyojlar uchun zarur bo'lgan suv, morojniy ish qilib, yoshlarni, bolalarni o'zlari kiyim-kechaklar ham boshlar haqida to'xtalamiz. Kiyim-kechak, shu bilan birgalikda xotin-qizlarimiz, ayollarimiz uchun tovarlar ham xohlagan turdagilari va aralash mollar do'koni bu. Gündalik ehtiyojlarimiz uchun kerak bo'lgan soda, sovun, makaron iste'moli uchun pechonni turlari hamma narsa ish qilib, mana shu do'konda, magazinda ko'rib turgan hamma narsalaringiz bor. Dastonbek mini market. Şu ekranınızda ko'rib turgan, ham ekrandan qo'yaman. Mana shu telefon raqamlariga murojaat qilib, go'sht narx-navolarni bilasizlarmi do'konda? Sizlarni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol do'kon egalari bilan bog'lanishlaringiz mumkin do'stlar. Yana bir narsa esdan chiqibdi. 400 kilo bo'lami, 1 tonna achalli katta ho'kizlarni, buqalarni boqib o'tirgan. Bemalol telefon raqamlarini qoldiraman video ostida. Telefon nomerlerine telefon qilishlaringiz mumkin va xarid ham qilamiz deb turibdi. Biz tamam bemalol bog'lanaverasizlar do'stlar. Keyingi videoroliklerimizda yana ko'rishguncha sog' omon bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Bemalol Xudo xohlasa kelaverasizlar.